Har bitta davlat qonunchiligida fuqarolarni himoya qilish, o'sha davlat fuqarolari qaysi davlatda bo'lmasin, o'sha davlatda turibman himoya qilish degan bandlari bo'ladi. Konstitutsiyasida, qonunchiligida xullas. Agar davlat fuqarolarni himoya qila olmasa, boshqa hech kim himoya qila olmaydi. Shuning uchun kuni kecha bo'lib o'tgan voqeani hamma eshitgan. O'sha tojikistonlik bolacha misolida bu o'zbek bo'lishi ham mumkin edi, qirg'iz bo'lishi ham mumkin edi, qozoq bo'lishi ham mumkin edi, farqi yo'q, balki rus. Bu yerda asosiy sabab uni musulmon bo'lgan. Shuning uchun davlatni umuman yuqori lavozimlarda ishlayotgan insonlarga yetkazish kerakmi yoki ular o'zi biladimi bu narsani bilmayman. Umuman yosh bolalarni davlatdan chiqarib boshqa davlatlarda, ayniqsa Rossiyaga o'xshagan notinch davlatlarda ota-onasi bilan yuborishni qat'iyan taqiqlab qo'yish kerak deb o'ylayman. Bu voqea Rossiyada judayam kuchli bir ko'chalarda shov-shuvga aylanib ketdi. Ehtiyot bo'lish kerak, jigarlar.